buni qilmadim. Nimaga? Uyda egasiga ko'rsatib berish uchun. Dorining effektini, misol, men bilganim bilan, siz bilganingiz bilan bu inson hali tushungan yo'q. To'g'ri. Mana Isbot isbotlash kerak. Mana o'sha oxirini qarang, bundagi otgan yemni qarang. Tomoshabinlar, chorvadorlar buni hozir video uchun ataylab buni ozaytirib, buni surib, bunaqa hech qanaqa o'zi mana kelganimizga 15 daqiqa bo'lgan bo'lsa, shunday o'zini kuzatdik. Yaqinda yem solinganiga buni ishtahasi bilan buni ishtahasini mana farqini o'zgarishini ham bitta orqalaridan o'tib olib ko'ring, mana yonlarini, orqa tomonlarini ko'rsating. Narigisiga 3 marta olgan aka. Endi hozirgi kunda buni bu tomonda javdari yangi tashalgan partiyaga qilmoqchimiz. Endi qilamiz. Bu natijani o'zi bildi. Kami mana hozir go'shtni o'zi bir 50 kilo, 60 kilo razza qilyapsiz-da bu. Yem tog'orasi ham alohida. Yem tog'orasi ham bitta. Rejim ham bitta. Yem yeyish ham, kilogramm ham bitta. Oz berilmaydi yoki ko'p unaqa yo'q. Bir xil soatda yeydi. Misol bu soat 8 da yesa, bu ham o'sha mahalda. Bir xil solinadi. Lekin bunda 12 da bir berib, bunda kech payt 5 da berish yo'q-da. Ha. Bir xil yeydi. Atak mana hozir o'sha body forcedan qildik. Mana effekti mana o'zgarishi, natijani natija ko'rinyapti. O'zim ham xursand bo'lyapman aka. O'sha odamdan baraka topsa shu narsadan otasiga rahmat desa bo'ldi aka. Iloyim aka, o'sha